Jim bo'ling. Firavn so'zlamoqda. Men ham tongi va kechki yulduzman, Ramzes. Bu men aytgandek bo'ladi. Men uni barcha ayblanayotgan jinoyatlardan butunlay afv etaman. Va buni barcha bilsin, bu bizning birodarimiz Musodir, Misrning shahzodasi. Ramzes. Yuragimda sen hali ham mening birodarimsan. Ammo endi hammasi bunday bo'la olmaydi. Hech qanday sabab ko'rmayapman, nega bo'lmasin? Sen bilasan, men Ibroniyman. Ibroniylarning xudosi esa menga keldi. Nima? U senga amr qildi. Qavmimni ozod qil. Amr qildi. Mana bu Xudoning qudrati.